Yakunda Neftchi 24 yillik tanaffusdan keyin chempionlikni qo'lga kiritdi. Biroq o'sha chempionlikdan keyin andijonliklar ham ahd qilishdi. Surxon hujumni rivojlantirib keta olmadi. Hozir endi 9-daqiqa o'tib boryapti, 10-daqiqaga kirib bormoqdamiz. Mana bu ustidan berilgan zarba va hisob ochilmoqda. Rayimov darvozani ishg'ol etdi 10-daqiqamida yoki bu 9-daqiqaning oxirgi soniyalarimida. Juda ham bosiqlik bilan golni qarshi olyapti Mirko Yelichich. Artyom Potapov. Ko'ramiz. Ichkariga to'p uzatildi. Mana bu yerda darvozabondan qanchalik hozir ranjish mumkin ekan Surxon jamoasi vakillari, chunki vaziyatga yana bir bor qarang, Zatev to'pni yetkazib beryapti. Iloji boricha Shaydulov bosh bilan to'pni qaytarishga harakat qildi. Boshqa holati yo'q, boshqa imkoniyati yo'q, chunki u bosim ostida Temurxo'ja yonida turgandi. Lokomotivning navbatdagi hujumi zarba! Xavflidek ko'rindi, lekin boshqa rakursdan ko'rsak yana bir hujum. Abrayev! Ketma-ket oxirgi ikkita zarba aynan mana shu o'yinchiga tegishli bo'ldi. Ozgina aniqlik yetishmayapti yosh futbolchiga. Lokomotiv o'yinchisi topildi. Xo'sh. Mana farqni o'zingiz ko'ravering. Sariq ko'rsatish kerak. Albatta. Temurxo'ja Abduxoliqov o'tib ketayotgandi. Hozir hujumchi mahorati evaziga bu yerda pozitsion holat yo'q, qo'l bilan o'ynalmadi chamamda. Agar Ne'matxonov shunga ishora qilayotgan bo'lsa, qo'l bilan o'ynalmadi. Markazdagi himoyachi ham u ham ayni markazda emas. Qiyin. Hozir bu ko'proq subyektiv fikrga aylanib qoladi. Kimdir buni ko'rib turib sariq yo'q, bu qizilga aylanadi endi. Yo'q, mutlaqo boshqa narsa bo'lib chiqdi. Lokomotivning hujumi darvozabon hozir to'pni qo'ldan chiqarib yuboryapti. Natijada Lokomotiv boyiga 19 yoshli o'yinchi Quvonchbek Abrayevning goli bilan hisobni 2-0 ga yetkazyapti. Mana bu endi fikrni o'zgartiradigan holat. Ikkinchidan boshlangandan beri 22-daqiqada endi Lokomotiv zarba beryapti va bu golga aylanmoqda. Xo'sh, darvozabon Kozlovdan boshlangan hujum. Temurxo'ja Abduxoliqov ushlab turdi, qarang. Yurdi. Zarba. Endi buni bartaraf etish kerak-da Potapov. Himoyachining taqibi ostida zarba beryapti Abduxoliqov va bu ham aslida zarbamidi? 71-raqamda Lazbek Mirzayev bahsga qo'shildi. Yaxshi vaziyat hisob 2-1 o'zgartiryapti. Chinedu. Stefan Chinedu. Hozirgina Mirko Yelichich yoshlarni maydonga tushirganda hisob 2-0 yetgandan keyin birdaniga Surxon qaytyapti. Va 10-raqamda Shodiyor Shodiboyev. Ofsayd yo'q edi. O'rtadan rikoshet bilan kelib qoldi to'p o'zi ham. Chineduga hozirgina bahsga qo'shilgan Bilol Tupliyevdan keyin ozmi ko'pmi tajriba to'plagan holda o'zga yurt tajribasini yuqoridan to'p jarimalarga yetkazib berilyapti. Yana bir uzoqdan uzatilgan to'p. Qanday vaziyat edi. Yaxshi imkoniyat. Ustidan tashlab qo'yish imkoniyati bor edi. Mana shunga harakat qilindi. O'sha tarkibda yoshlar terma jamoasi yetakchilaridan biri edi. Rossiya futbolidagi eng iqtidorlilardan biri deb ta'kidlanardi. Biroq faoliyati keyinchalik kutilgancha bo'lmadi. Hozir esa hisob 3-1.
3-1 yo'q joydan ega bo'lyapti Lokomotiv to'pga. Lazizbek Mirzayev golini nishonlamoqda, yig'ilib yuboryapti. Professional faoliyatidagi golini nishonlamoqda. Bilinib turardi tengqurlar orasida maydonni ko'rib olishi boshqacha ekanligi. Yo'q joydan. Bu yerda Temurxo'ja Abduxoliqovni mana bu endi tajriba. Mirzayevning golini aytishimiz mumkin, lekin foul qayd etilmasmikan? Mana shu hujum jarayonida Mirzayev Sardor Mirzayevni aytmoqdaman, Lazizbekni emas. Lazizbek vaziyatni zo'r baholadi. Mana bu yerda, mana bu to'qnashuvni inobatga olmasmikan hakamlar va Temurxo'ja mana bu pasga qarang. Mana bu pas. O'zi ham pasmisan pas bo'ldi. To'pni olib qo'ydi maydon egalaridan biri va shiddat bilan oldinga qarab ketyapti Bilol Turbiyev. Temurxo'ja Abduxoliqov, Temurxo'ja! Ustun yonidan o'tib ketdi to'p. Ofsayd bor ekan. Hujum ham yo'q. Chunki So'qon to'pni egalladi. Matapov autga chiqarib yuboryapti. Aynan shu pallada Naim Qosimov mana bu bahs uchun final qushligini chaldi. 3-1 Lokomotiv hamda Surxon o'rtasidagi bahsda mana shunday hisob qayd etildi.